Xonimlar va janoblar, уважаемые дамы и господа, hurmatli ayimlar, shalom, ladies and gentlemen, знакомлю вас с судейской бригадой главного боя вечера All Star Entertainment Promotional. Ваши аплодисменты! Рефери главного боя Савир Хакимов, боковые судьи Шамсиматов Исмаил, Камилов Захид, а также Зарифов Достон. Taşlar, bitin başlar. Sen bitin zatlar, eşkimge aytpa astar damıtı. Aydet koy başlar. Уважаемые дамы и господа, хонымлар и жаноплар, а вот и наступил момент, которого вы все так долго ждали. Промоторская компания All Star Entertainment Promotion представляет вам главный бой вечера. Ваши аплодисменты! И с гордостью синий угол ринга. Встречайте боксера из Узбекистана, Тошкент. Xonimlar va janoblar, kutib oling, Timur Nikulin. Orada ko'rsatdi g'urra. Kutib olamiz do'stlar. Elada ko'chalarda elada qaynoq qilib ko'chalarda hamma yoqda bola bilan futbolni kishilar hamma ko'chada issiqligini biladi. Qarasang odamlar soyada bor, boshqa sekin do'p kiyiladi. Demak do'stlar, navbatdagi jang kechaning markaziy jangi. Yurtdoshimiz Timur Nikulin chiqib kelyapti. Ko'k burchakda jang qiladi. Main event. Eng markaziy jang. Va uning raqibi bilasiz, Erkibo'lan To'xtar bo'ladi. Ajoyib jang kutyapti siz bizni qadrli do'stlar. Barcha kutgan jang. Yaqinroq keling. Ha, kech. Biroz kech bo'ldi. Lekin Pro Boxda mana shunaqa. Janglar odatda kech bo'ladi. Demak, Nikulin hozirgacha Pro Boxda 12 ta jang o'tkazgan. 9 g'alaba, 1 mag'lubiyat, 2 durang. Timur Nikulin 9 ta g'alabasining 4 tasini nokaut bilan muddatidan oldin qo'lga kiritgan. Kuchli sportchi. Yurtdoshimiz Buxorodan janglariga bilasiz, Pro Boxda odatda lagerlar boshqa davlatlarda o'tkazadi va janglarga Rossiyada tayyorgarlik ko'radi. Rossiyada ham bir qator. Приветствуйте его соперников в красном углу из Казахстана, Алматы, Erkibo'lan To'xtar. Demak, Erkibo'lan To'xtar chaqirilyapti do'stlar. Ajoyib. Ikkala sportchi ham alohida o'zining yonida qo'shiqchilar bilan chiqib kelyapti. To'xtar. Ha, Erkibo'lan media persona. Buni men yashirmayman. Ha, u kuchli sportchi, lekin baribir media persona. Ammo sport tomonlama anchagina o'sdi Erkibo'lan. Anchagina o'sdi. Uning, ya'ni Erkibo'lanning MMA'dagi debyut jangini sharhlaganman. Undagi Erkibo'lan boshqacha edi. Va hozir MMA'da ancha o'sdi. Boksni yaxshilash, ya'ni tik oyoqda jang qilish, qo'l bilan jang qilish uchun u Amerikaga bordi. O'sha tayyorgarliklari jarayonida Bekzat Almaxan bilan birgalikda MMA'dagi boshqa bir qozog'istonlik sportchi, UFC sportchisi bilan birgalikda Amerikaga bordi. Bokschilar bilan jang o'tkazdi. Ya'ni o'sha boksni yaxshilash uchun va o'sdi, lekin baribir mana shunday darajaga chiqdiki, u media bilan ham juda zo'r ishladi. Media shaxsga aylandi va shuning uchun ham uning jangiga qiziqish juda yuqori do'stlar. Erkibo'lan Qozog'istonlik sportchi, Pro Boxda bittagina jangi bor. Lekin MMA'da u ancha mashhur bo'ldi. Ko'ramiz, kuzatamiz. Timur Nikulin
kuchli sportchi, lekin mana bu e'tibor Yerki Bulanga bo'lgan mana bu e'tibor ham Nikulinga biroz ta'sir qilsa kerak. Yana ham bilmadim, ko'ramiz do'stlar. Jangni kuzatamiz. Qozog'istonlik mashhur aktyor edi bir paytlar. Ana endi u mashhur sportchi sifatida e'tirof etilyapti. Butun arena kutdi mana shu jangni do'stlar. Kutdi, atmosfera umuman boshqacha. Ringda ham harorat shunaqa bo'lsin deb qolamiz va kuzatamiz do'stlar jarayonni. Arena tinchimasa suxandon gapira olmaydi. Va madhiya hozir. Qozog'istondan kelgan muxlislar ham anchagina madhiya. Уважаемые дамы и господа, O'zbekiston madhiyasi yangraydi прошу do'stlar. вас всех встать. Звучит национальный гимн Республики Узбекистан. Davlatimiz madhiyasi. Звучит национальный гимн Республики Узбекистан. Pauzaga kelyapti va bu davom etyapti. Qandaydir nosozlik yuzaga keldi. Bu kamchilik bartaraf etilishi zarur. Kamdan kam uchraydigan holat. Bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Qozog'istonlik muxlislar esa bosimni oshiryapti.
Shohjahon Ergashev albatta qarshi keladi. Включите, пожалуйста, гимн Республики Узбекистан. А то народ заждался. Mana o'sha madhiyamiz. Bizning madhiyamiz. Butun arena kuylaydi. Ajoyib do'stlar. Harorat maksimum ko'tarildi. Arenada atmosfera umuman boshqacha. Sportchilar ham ringda. Albatta butun arena yurtdoshlarimiz Ему 30 лет, рост Mana bu 180 bosim сантиметров, raqibga. вес 76 килограммов, 500 граммов. Его профессиональный рекорд 12 боев, 9 побед, 4 из них одержан нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи. Он чемпион лиги Hardcore Boxing, чемпион лиги Hype Reality из Узбекистана, Узбек Углона, верный сын узбекского народа из Ташкента. Ladies and gentlemen, xonimlar va janoblar, qarshi oling, Timur Nikulin. Ему 30 лет, рост 180 сантиметров, вес 76 килограммов, 300 граммов. Его профессиональный рекорд 1 бой, 1 победа, одержана нокаутом. Он обладатель пояса BFB Лиги Октагон, заслуженный деятель Республики Казахстан, гордый сын казахского народа из Алматы, Казахстан. Приветствуйте, Эркебулан Ko'rdingiz, bitta jangi bor. Erkebo'lanning bitta jang, bitta g'alaba. Bo'ldi. Keldi markazga ikki sportchi ham. Jang boshlanish arafasida do'stlar. Kuzatamiz jarayonni. Mana bu 100-100 kelgan holatda Erkebo'lan biroz bo'yi uzunroqdek ko'rindi. Lekin bu chalg'ituvchi holat bo'lishi mumkin. Optik illyuziya. Umuman jarayonda ko'rib olamiz. Xo'sh. Profbox All Stars promotorlik kompaniyasi kecha va markaziy jang ringdagi 3-shaxs Sobir Hakimov xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Erkebo'lan jeb bilan boshladi chap qo'lda. Nikulin kuzatyapti jarayonni. Yana jeb Nikulindan. Erkebo'lanning zarbalarini ko'ryapsiz.
Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Shapqol, Yerke'ning zarbasi kuchli chiqdi. Va mana bunday zarbalar e'tibor bering. Yerke'dan. Knockdown holati. Xo'sh. Yana bitta bo'ldi menimcha. Bo'ldi. 3-nuqta tegishini ham kutib o'tirmadi. Afsuski birinchi raundning o'ziga g'olib ma'lum bo'lyapti. Afsuski vakilimiz yengildi. Hozir murabbiylar shtabidan e'tiroz bo'lyapti. Nikulin 3-nuqta yerga tegmadi, ya'ni havoda chayqalib turgan, ya'ni tik oyoqda chayqalib turgan deya. Bunday holatda referi ko'zga qarab ham, ya'ni ko'z bir nuqtada bo'lmasa ham to'xtatishi mumkin. Timur Nikulin e'tiroz bildiryapti, lekin bilmadim, foydasiz menimcha. Jang to'xtatildi, Prof boksda qaror o'zgartirilmaydi. To'xtatilishi xatomi, to'g'rimi, lekin qaror o'zgartirilmaydi. Prof boksda jang to'xtatilgandan so'ng bo'ldi. Yerke'bolan To'xtar g'alaba bilan tabriklaymiz. G'alaba bilan tabriklaymiz va davom etadi. Bu bilan hisob-kitob va to'g'risini aytaman, endi tili uzun bo'ladi. Tez buni qaysidir boshqa MMA yurtdoshimiz yo boksda qaysidir birini to'xtatmasa, lekin qochadi. Bunisi ham bor, jangdan qochadi ba'zida. Odilxon, qayerdasan? Kim yoki Shahzod Uzoqovmi? Tabriklaymiz, Yerke'bolan To'xtar g'alaba bilan nishonlayapti g'alabani. Qozog'istondan juda ko'plab muxlislar kelgan, uni qo'llab-quvvatlash uchun. Arenadagi muxlislar joylashgan sektorning bir tomoni deyarli to'lig'icha uni qo'llab-quvvatlayapti. Mana Yerke'bolan borib hurmat ko'rsatdi Nikulinga ham. Albatta biz ham g'alaba bilan tabriklaymiz. Muxlislar, kechaning yakuni mana shunday bo'ldi. Markaziy jang birinchi raunddayoq tugadi va rasmiy qaror e'lon qilinadi. Ваши овации, аплодисменты в этом ярком поединке, которого так все долго ждали. На первой минуте 20 секунде победу нокаутом одержал Yerke'bolan Yerke'bolan To'xtar g'alabalari sonini 2taga yetkazdi. Ikkinchi jang, ikkinchi g'alaba. Bundan oldingi jangda ham To'xtar
Давайте не пожалеем nokaut bilan эмоций. zafar quchgan edi va bu safar ham nokaut bilan zafar quchyapti. Тимур, ты видишь, как народ за тебя так сильно болеет, тебя любит Узбекистан. Это же правда, Ташкент! Ваши аплодисменты Тимуру Никулину! Ребята, всем спасибо, кто пришел. Сегодня я вас подвел, извините. Всегда поддержим бойцов. Это спорт. Еркебулан, эти аплодисменты для тебя. Сегодня ты выиграл. Твои эмоции. Как тебе Ташкент? Как тебя встретили здесь, в Узбекистане? Assalomu alaykum Toshkent. So'zni tinglash kerak. Men mына жерде o'zimni uyda жүргендей sezindim, rahmet. Kelganda ham kutib oldi. Mына bala o'yladi. Mına baladan suragan negizi. Boydi o'z balaga bergen. Сөйткенде kimmen chiqqim keladi degan Erkeban To'xtarmen dedi bu. Bu meni o'zining istoriyasida yozgisi keldi. A men buni o'zim istoriyama yozib ketdim. Bu o'yladim, какой-то aktyor Qozog'istondan kelgan. Bizda любой odam razvorat bilmaydi-ау deyman. Qanday rahmet. So'sin. 3-4 personaj uchun бүкіл халық туралы ондай ойлауға болмайды. Мысалы, Алишер, мен тренерім. Өзбекстанға бірінші рет келді. Халқы қандай күшті, қандай жылы дейді да. Күтіп алып жатыр, тамақ беріп жатыр. Мен анау 4-5 адам үшін бүкіл халық сондай деп ойладым дейді да. Так что солай ойламаңыздар. Халық өте керемет. Мен жақсы көрем, Өзбекстан жақсы көрем. Өзбек халқын жақсы көрем. Біз доспыз. О 4-5 адам үшін достықтан айырылмауымыз керек, дос болуымыз керек. Бірге соревноваться етіп, жарысып, даму керекпіз біз. Сондықтан да, давайте, жарысып, дамайық. Сосын, неге? Еркебулан қайдасың? Дей бересіңдер. Давай, мен де айтайын. Қалай болады деген бұл, мен де сезіп көрейін. Гол қайдасың? O'zbekiston xalqining mehmon do'stligi haqida Erkebulan To'xtar alohida to'xtalib o'tdi. To'g'ri, menga 3-4 odam yezib tashlagan bo'lishi mumkin, lekin ular bilan butun o'zbek xalqini yomon ko'rib qolmayman deb aytib o'tyapti Erkebulan To'xtar. Va bir tomonda arenaning bir chetida hozir Shahzod Uzoqov Erkebulanning oldiga chiqmoqchi bo'lyapti. Bu gapi bilmadim. Umuman olganda yomon ma'noda gap ham bo'lgani yo'q. Shunchaki aytib, mehmon do'stlikka alohida to'xtaldi, lekin bu hech qanaqa millat yoki davlat o'rtasidagi yomonlik emas. Sportchilar o'rtasidagi mana shunday suhbatlar bo'ladi o'zi, buni yaxshi bilasiz. Va odatda mana shunday oqshomlarda yakunda yuzma-yuz kelishadi sportchilar va ko'ramiz, Shahzod Uzoqov chiqayapti jarayon ringga va mana ketdi face to face. Hozirning o'zida uyushtiriladi. Shunday bo'lishini biroz avval ham taxmin qilgan edik aslida. Menimcha bu hikoya MMA olamida davom etadi. Boksdami ekan, bilmadim. Tashkilotchilar ketish kerak. Qaysi promouter kompaniyasi ketish kerak. Я уже подрался. MMA olamida bo'lsa tushunarli. Зия, rahmet за вечер, за сегодняшний. Следующий, если с голодом организуешь, будет прекрасно. Нам не важно, где драться. Нам главное показать людям, что я могу, что он может. Seni kutib, sochlarim oqarib ketdi. Sochimni kestirdim sen uchun. Navbat jang bo'ladi endi. Toshkent, dайте шуму! Mana haqiqiy yakunlandi. Это только спорт. Всегда между нашими народами оставалась крепкая дружба, пусть так будет всегда. Это только спорт. Еркебулан, эти аплодисменты для тебя. Uchrashdi kecha ham va bugun mana ringda ham uchrashdi. Bu yog'i tashkilotchilar, bu yog'i shartnomalar
Bu yog'i kelishuv. Ajoyib. Do'stlar, bo'ldi. Shu pallada reportajni yakunlaymiz. Sport telekanalida bir necha soat davomida Toshkentda bo'lib o'tgan ajoyib professional boks oqshomini kuzatdingiz. Ahil ijodiy jamoamiz bir necha soat davomida siz bilan birga bo'ldi. Janglarni Abror Jo'raqulov sharhlab bordi. Nasib qilsa, keyingi efirlarda uchrashguncha xayr deyman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Bugungi kecha uchun, chiroyli kecha uchun sizlarga hammangizga rahmat deb qolamiz. Ta'zim